Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Scorpion dasturimizni Linux operatsion tizimiga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda saytga tashrif buyurib olamiz. Saytning linkini video pastda qoldiraman. Bu dasturimiz nima uchun ishlab chiqarilgan? Bu dastur kiberxavfsizlik hamda dasturchi xodimlar uchun xavfsizlikni test qilish uchun ko'makchi dastur sifatida ishlab chiqarilgan. Kiberxavfsizlik xodimlari bu bilan o'zini ish jarayonida doimiy foydalanishi mumkin. Dasturchilar esa yaratgan loyihalarni xavfsizligini test qilib, jiddiy darajadagi zaifliklarni yopishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, dasturimiz download bo'limiga o'tamiz. Faqat hozirgi kunda Linux'ni quyidagi versiyalar uchun ishlab chiqilgan. Bizda Kali Linux bo'lgani uchun deb paketni yuklab olamiz. Mana yuklab olish jarayoni boshlandi. Xo'p, yuklab olish davom etyapti. Endi terminaldan download papkasiga o'tamiz, chunki dasturlarimiz yuklab olinganda mana shu papkaga tushadi. Xo'p, yuklab bo'lindi. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana dasturimiz bu yerda turibdi. Xo'p, o'rnatishdan avval bitta komandani bajarib olishingiz kerak bo'ladi. Agar tizimingiz yangilanmagan bo'lsa, uni shu tartibda to'liq yangilab olish tavsiya etiladi. Dastur o'rnatish jarayonida muammo chiqmasligi uchun. Xo'p, endi dastur o'rnatishga o'tamiz. Mana quyidagi komanda yordamida dasturni o'rnatib olishni boshlaymiz. O'rnatish 1-2 daqiqa davom etadi. Bu jarayonni men pauza qilib turaman. O'rnatish jarayoni tugadi. Endi yuqoridagi post menyusidan dasturni qidiramiz. Mana shu ko'rinishda chiqadi. Endi dasturni ishga tushirib olamiz. Mana dasturimiz ishga tushyapti. Birinchi jarayonda quyidagi bosqichlardan o'tib olamiz. Xo'p, litsenziya key dasturimiz pulli dastur bo'lgani uchun bu yerdan key sotib olishingiz kerak yoki-da bepul plandan foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, bepul plandan foydalanish uchun mana use free plan tugmasini bosamiz. Keyin bu yerda email xohishga ko'ra xohlasangiz kiritasiz, xohlasangiz kiritish majburiy emas. Email pulini o'tkazib yuboramiz. Keyin shartlarga rozi bo'lish, xohlasangiz bu yerda o'qib chiqishingiz mumkin bu haqda. Kerakli dasturlarni o'rnatish jarayoni boshlanadi va dastur to'liq ishlatishga tayyor holatga o'tadi. Xo'p, mana bu bo'limda demak, umumiy dashbord bo'limimiz. Bu yerda nechta zaiflik topildi, oxirgi haftalarda qanaqa zaifliklar chiqdi, asosan shu haqida ma'lumotlarni olib turamiz. Ularning darajalari qay ko'rinishda. Keyin tools bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizda 12 ta toolimiz bor hozirgi kunda. Bepul planga ko'ra mana quyidagi 4 tasidan foydalanish mumkin. Xo'p, endi har bitta to'limizga keladigan bo'lsak, mana OWASP Top 10 Scanner deyilgan bu veb-saytlardagi eng keng tarqalgan o'sha 10 ta zaiflikka tekshirib ko'radi va umumiy holatda bizga reportni yaratib beradi. API xavfsizligini tekshirish, server holatini tekshirish, meta harvest deydi. Bu serverdagi fayllar, dokumentlar, rasmlar orqali qo'shimcha ma'lumotlar yig'ish. Xo'p, meta UI bu Metasploit dasturini UI ko'rinishga olib kelingan shakli. Keyin Multigo dasturimiz bor. Multigoning kichik bir variantda ishlab chiqilgan dasturi bu ham. Keyin Brute Force Pro, brute force qilish uchun web proxy dasturimiz bor. Brute Suite'dagi imkoniyatni o'zida jamlaydigan dastur bu ham. Network spoof dasturimiz bor. Bu endi tarmoqni manipulyatsiya qilish orqali tarmoqqa ulangan qurilmalarni boshqa saytlarga yo'naltirish maqsadida ishlatiladi. Phishing Studio bu bilan birgalikda saytlarni klon variantini yaratib, asl sayt o'rniga uni soxta saytga yo'naltirishi mumkin. Bu albatta barchasi o'sha xodimlarni test qilib ko'rish, o'qitish maqsadida, ya'ni faqat va faqat ta'lim maqsadida ishlatish uchun ishlab chiqilgan. Undan keyin Venomcraft dasturimiz bor. Bu payload generation qilish uchun va Ocean platform dasturimiz hozirgi kunda ba'zi muammolar sabab tuzatish jarayonida turibdi. Umumiy topilmalar bu yerda ko'rinadi. Men boya skaner qilganimda qolgan bu topilmalar sizda bo'sh holatda bo'ladi birinchisida. Xo'p, keyin scan schedule degan variantimiz bor. Bu yerda dasturlarni qachon ishga tushirishni belgilab qo'yishimiz mumkin. Masalan, har hafta mana shu skanerni shu sayt uchun ishga tushir. Bu ham pro versiyada. Xo'p, compliance qismi bor. Bu aynan kiberxavfsizlik pentesting xodimlari uchun ajoyib bo'lim. Bu saytlarda loyihalar tekshirayotganda xalqaro standartlarga qay darajada mos kelishligini tekshirib olsa bo'ladi. Misol uchun mana OWASP Top 10 bo'yicha tekshirib ko'rish. O'sha biz test qilayotgan platformamizda broker access control bormi yoki yo'qmi yoki hali tekshirilmaganmi, shunaqa belgilab umumiy holatdagi bahoni bu yerda olishimiz mumkin. Keyin audit loglari bor. Report bo'limida generate qilingan reportlar turadi. Sozlamalarda mana bu yerda keyni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu holatda dasturimiz tayyor, o'rnatildi. Endi keyingi videoyimizda OWASP Top 10 Scanner dasturini ishlatishda siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.